aytishadiki, ya'ni general Englishni boost qilish kerak. Speaking uchun ko'proq gaplashish kerak va native speakerlarni eshitish kerak. Qizlar IELTS topshirganmisizlar? Endi topshirasizlar? Menga ozgina maslahat berib yuboringlar. Men bu speaking bilan writing bo'yicha anaqa qilyotgandim-da, sal to'xtab qoldim bitta joyda. Self study qilyapman. Hozir o'quv markaziga bormayapman-da. O'shanga reading bilan listeningni oshira olmayman. Speakingni sal amalladim. Reading bilan listening zetta qattiq bo'lib qolgan. Savollar bo'ladi-ku. Ha. O'sha savollardan tekstdan paraphrasing qilasiz. So'zdan u vocabulary'ga yaxshi bo'ladi va hamma anaqa reading zamashadi. Yo'q, o'zingiz yozasiz-da, taxta ishini beraymi siz ham. U ham menga feedback beradi. Reading uchun artikel o'qing, artikel tushunib o'qing. Har bitta so'zini tarjima qilib, gaplarini tarjima qilib. Tarjima qilib tushunib o'qiysiz. Keyin readingni o'zlaringiz o'tgan payt birinchi boshiga nima deydi, vaqtga qo'ymasdan, spokойно tushunib yeching. Reading bilan listeninggacha? Bu ham praktik hammasi. Reading bilan maslahat qilardim, politsiya kitoblar yoki har xil исторический kitoblarni o'qish, chunki juda ko'p bizga notanish so'zlar bo'ladi. Xohlasangiz qiziqib ko'rib to'xtab olgan odamlarni essayini ko'ring, ChatGPT yetganini ko'rsatadi, o'shanga tashlab tursangiz xatolarni ko'rsatadi. Ya seriously, ChatGPTga tashlab qo'ysangiz tekshirib olsangiz maza qilasiz. ChatGPTga tashlab tekshirasiz demak. Voy, ko'rmagan ekanman rostdan. Writingni qanday ko'targansizlar-da? Writing bizda ustoz writing beradilar, samplelar beradilar. Ko'proq writing analyze qilishingiz kerak. Sizlar qanday ko'targansizlar? Rasmga qarab tasavvur bilan ishlaysizlar. Zo'r. Speakingda o'zi qanday angliz narsa ko'rsatsa bor, miyiz o'zi qabul qilish boshlaydi-da. Unaqa qiyin emas lekin speakerlarimcha tushunishni boshlaysiz, avtomatik qabul qila olasiz. Qanaqa kitoblar maslahat bera olasizlar? Sematik. Ikkalasi ham. Qilganmisizlar o'zingizlar? Men o'zim ishlayapman. Все, rahmat kattakon. Xo'p. Speakingga menda hozir ham gruppadoshlarim yo'qda gaplashishga. Speakingga yo'q, ChatGPTga unday zo'r emasda. Ko'plar Discordda maslahat beradi, lekin men o'zim Discorddan ishlatmayman. Sizlar qanday speaking oshirasizlar-da? Men misol qanday oshiraman? Hozircha birozga 7 tilla chiqibdi. Inglizcha fikrlayman har doim. Misol o'zim ketayotgan paytim inglizcha misol qilayotgan deytlarim, actionlarim keyinchalik inglizcha aytib, so I need to do this, nima qilib keyin ketaman. Menda hozir masalan o'rtog'im yo'qda, o'quv markaziga bormayapman-da. Nomeringizni bering. Nomerim yozing 91 deng. Speaking qilish xohlasangiz, men yozib yuborsangiz, Shunaqa qilib ko'tarib olsak bo'ladi. Ya'ni siz eshitasiz, не то чтобы как бы javob berish uchun, tushunish uchun eshitasiz. Qanchalik praktik qilsangiz ham listeningiz buz bo'lmaydi menimcha. Men praktik qilganman, hech nima bo'lmagan. 7.5 da to'xtab qolganman. Lekin keyin ko'proq filmlarni ko'rishni boshlagandan keyin shadow learning degan shu metod ekan. 8.5 ga chiqdi stabilni. Qanchada oldi 8.5? Bir oy tayyorgan, bir oy mana self study qilganman kursdan tugatgandan keyin va 7.5 readingdan va 7.5 listeningdan 8.5 ga oldim. Voy, zo'r, rahmat kattakon.